وكان إذا أتى باب المسجد رفع رأسه ويقول إلهي عبدك ببابك يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم ثم دخل المسجد. aytibdilar, Hazrati Ali radhiyallohu anhu masjidni darvozasini oldiga kelsa, boshlarini ko'tarar ekanlar. Boshlarini ko'tarib, ya Robbi, ey yaxshilik qilguvchi bo'lgan zot, seni huzuringga bir gunohkor banding keldi. Shu bandingdagi, ya'ni mendagi narsani yomonlarini mendan ketkizib, o'rniga seni huzuringdagi eng go'zal narsalarni menga bergin Parvardigor deb duo qilar ekanlar. Keyin masjidga kirar ekanlar. Mendagi yomon xulqlar masjidga men bilan birga kirib qolmasin. Mendagi yomonlik masjidni tashqarisida qolib ketsin. Seni huzuringdagi hamma yaxshiliklarni menga, go'zal narsalarni menga bergin deb duo qilib kirar ekanlar. Masjidga kirgan odamda shunaqa go'zal xulqga ega bo'lishligining sababi kirishdan oldin Xudoga shunaqa duo qilib kirishligimiz lozim bo'lar ekan.